Kecha jiyanim bilan bitta joyga ujin qilishga kirdik. Milliy taomlarga kiramiz dedim. Ikkalamiz o'sha milliy taomlarga fast foodga deb sport chiqib qoldik. Jiyanim 17 yoshli qiz bola. Biz birga ujin qilmoqchi bo'lsak, juda ham ko'p tortishib qolamiz, chunki men ko'proq milliy ovqatlarni yaxshi ko'raman. O'zimizning milliy oshlarni, o'zimizning milliy chuchvaralarni yaxshi ko'raman. Milliy ovqat, o'zimizning milliy kuxnyani juda ham sevaman. Jiyanim ko'proq fast foodga, KFCga yoki lavashga yoki qanaqadir pizzeriya, pizza pishiradigan kafelarga kirishni xohlaydi. Shunda har doim ikkalamiz kelishmay qolamiz. Men aytaman, milliy taomlarga kiramiz, milliy ovqat yeymiz desam, men milliy ovqatlarni yoqtirmayman. Mana shunaqa vaqtlari o'zim chiqarayotgan videolarni ko'p ko'rsatishga harakat qilaman, chunki ertaga kelajakda turmushga chiqadi jiyanim, u ham ona bo'ladi. Farzandli bo'lishda qiyinchiliklar bo'lmasin deb men ko'rsataman. Shu mana bunaqa video chiqardim. Ko'ryapsanmi? Hozir ko'p qizlarimizda polikistoz tashxisi bor, chunki oldin unchalik ko'p emas, hozir juda ham ko'payib ketgan. Ko'proq mana shu fast food, yarim tayyor mahsulotlar qanaqa zarar olib kelishini, ertaga ota-ona bo'lishda qanaqa katta ta'sir ko'rsatishiga men bashda agar qo'yib bersa, har kuni mana shu haqida video chiqarishim mumkin. Mana shuni ko'rsatsam, nima qilay, men milliy ovqatlarni yegim kelmaydi, fast foodni maza qilib yeyman deb kulib qo'yadi, keyin tushuntiraman. Mana ko'rib chiqding, ko'rgan, o'zingga xulosa qilgan deb. Yana ko'p ahamiyat berayotgan narsam, hozirgi balog'at yoshidagi bolalarimiz ham, qizlarimiz ham umuman meva yeyishmaydi. Ko'proq mevalar yeyish kerak. Nima uchun? Chunki mevalardagi o'sha kletchatkalar oshqozon ichak sistemasida hazm qilishga, yegan ovqatingizni hazm qilishga yordam beradi. Bitta iltimosim ota-onalarga, siz uyingizda balog'atga yetayotgan o'g'il qizlarni siz voyaga yetkazibsizmi? Yeb ichayotgan narsalariga e'tibor berib va har kuni mana shu so'zlarni qaytarishdan to'xtamang. O'g'lingizni, qizingizni qulog'iga quyilyaptimi mana shu so'zlar? Ular albatta siz aytganingizni qilib, albatta uyda ovqatini yeyishga o'rganishadi.